2027 yilgi Chevrolet Damas klassik mikrovanning jasur evolyutsiyasini ifodalaydi. Bu model ko'plab bozorlarda uzoq yillardan beri tanish bo'lib kelgan va endi dizayn, imkoniyatlar va ko'p qirrali funksiyalarda katta yutuqqa erishgan bo'lsa-da, amaliylik va arzonlik kabi ildiziy jihatlarni saqlab qolgan. Uzoq yillardan beri ishonchli, ixcham ishchi transport vositasi sifatida tanilgan Damas yangi avlod mijozlari uchun qayta ishlab chiqilgan. Ular ko'proq quvvat, kengroq ichki makon va zamonaviy funksiyalarni talab qiladi. Shu bilan birga original modelning muvaffaqiyatli jihatlari yo'qolmaydi. 2027 yilgi bu iteratsiya ko'p yillik ishonchli ishlash tajribasiga asoslanadi va ikki xil modelni taqdim etadi. Damas Move yo'lovchilar qulayligi uchun va Damas Mach yuk tashish biznesi uchun. Bu esa uni oilalar va tadbirkorlar uchun juda moslashuvchan yechimga aylantiradi. 2027 yilgi Chevrolet Damas Move qulaylik, samaradorlik va kundalik foydalanishga moslashuvchanlikni birlashtirishga qaratilgan. Yo'lovchilar modeli 7 kishigacha bemalol o'tirishga imkon beradi. Bu esa oilaviy sayohatlar, shatlar yoki guruh sayohatlari uchun ideal qiladi. Ushbu yangi modelni ajratib turadigan jihat uning ichki makonining puxta rejalashtirilganligidir. 3-qatordagi o'rindiqlar ortida taxminan 496 litr hajmli yukxona mavjud bo'lib, barcha o'rindiqlar band bo'lsa ham ko'p miqdorda yuk tashish imkonini beradi. Ergonomik dizayndagi o'rindiqlar, amaliy mato qoplamalari va haydovchi markazli boshqaruv tuzilmasi uzun safarlarni ham qulay qiladi. Motor qismida 2027 yilgi Damas yangi avlodlarda avvalgilarga nisbatan yanada quvvatli va samarali dvigatellar taklif etiladi. Klassik Damas ilgari odatda taxminan 38 ot kuchiga ega 8 litrli motor bilan ishlagan bo'lsa, yangi modellarda yanada katta va kuchli dvigatellar mavjud. Damas Move va Mach modellari uchun mijozlar 1-2 litrli motor, taxminan 81 ot kuchi yoki 1-5 litrli motor, taxminan 103 ot kuchi variantlarini tanlashlari mumkin bo'lib, strukturaviy nuqtai nazardan 2027 yilgi Chevrolet Damas oldingi modellarda bo'lgani kabi mustahkam shassi va ixcham o'lchamni saqlab qoladi. Bu esa tor shahar ko'chalari va tirband yo'llarda ajoyib manevr qilish imkonini beradi. Mashinaning nisbatan ixcham uzunligi va tor tanasi ajoyib manevr qilish imkonini beradi. Kuchli orqa gildirakdan haydovchi tizimi esa, ayniqsa yuklangan holatda, barqarorlikni ta'minlaydi. Suspenziya tizimi qulaylik va funksionallikni muvozanatlaydi. Old tomonda mustaqil, orqa tomonda esa ishonchli tizim bilan jihozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham yaxshi ishlash imkonini beradi. Ko'p konfiguratsiyalarda tormoz vazifasi oldingi disk va orqa baraban tormozlari bilan ta'minlanadi. Bu esa yo'lovchi va yuk modellari uchun ishonchli to'xtashni kafolatlaydi. Texnologiya va xavfsizlik jihatidan yangi Damas modellari kundalik foydalanishni yanada yaxshilashga qaratilgan zamonaviy funksiyalarni taklif qiladi. Standart xavfsizlik tizimlari, masalan, 2 old airbag, ABS bilan EPT, elektron barqarorlik nazorati va masofadan boshqariladigan markaziy qulflash tizimi haydovchilar va yo'lovchilar uchun xotirjamlikni ta'minlaydi. Iqlim qulayligi konditsioner tizimlari orqali ta'minlangan bo'lib, Damas Move 2 zonali tizimga, Mach esa yagona zonali tizimga ega. Og'irlikdan himoya tizimlari va zavod signalizatsiyalari yo'lovchilar va yuk xavfsizligini yanada mustahkamlaydi. Ichki makon funksional soddalikni amaliy jihozlar bilan birlashtiradi. Sozlanadigan old o'rindiqlar, stakan tutqichlar, chidamli materiallar va zamonaviy ehtiyojlarga mos audio tizim mavjud. Oddiy asboblar paneli va markazlashtirilgan boshqaruv elementlari haydovchilarga muhim funksiyalarga oson kirish imkonini beradi. Bu esa kundalik ishda ko'p ishlatiladigan transport vositasi uchun ayniqsa qulay. Xulosa qilib aytganda, 2027 yilgi Chevrolet Damas shunchaki mashhur mikrovanning davomiyligi emas, bu bugungi haydovchilarning turli ehtiyojlarini hisobga olgan puxta qayta ishlanishdi.